Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdeki devamıda bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tuvendiki bab hakkı to'xtalyapti. O bosma şu qibla hakkında to'xtalayotgan. Tuvendiki oyatninki tafsirini qilgan ahvolasida buningki mazmunini hadisdagi mazmunlar orqali birlashtiryapti. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala şunu deydi: "Estaizu billah vettahizu min maqami İbrahim musalla." Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның tuğan maqamını sizler kıble kılınlar dedi. Namaz okuyduğun şey kılınlar yoki namazda qaraydigan sizler kıblegah qilib bekitinglar degan oyat mazmuni haqida to'xtalyapti. Bu yerda maqam deganimiz İbrahim aleyhissalatu vesselam Kabe'ninki o'g'lini ko'targan vaqtida dastlab turgan toshni ko'rsatdi. Bu ta İbrahim aleyhissalatu vesselam zamanida tortib Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam zamanına kadar, hatta Ömer ibn Hattab zamanına kadar bu taş Kabe'ninki temiği çaplaqlıq edi. Hazreti Ömer radhiyallahu anhu'nunki davri kelgan vaqtida bu maqomi İbrahimni Kabe'ninki çaplaqlıq yerdan söküp elib, hozirgi biz haramda ko'rayotgan bir eynek rishatkiniki ichiga ep qo'ygan. Chunki Hazreti Ömer'ninki zamonasi kelgan vaqtida bir sel kelib Kabe'ni nurg'unlikqa, avvallikqa, vayronchilikqa uchratgan. Shuning ichida bu maqom İbrahimni sel ep qochgan. Sel ep qochgandan keyin buni Hazreti Ömer radhiyallahu anhu hozirgi o'ringa aytdi. Bekitib qo'yib ching hozirgidek shu muqim holatga kelgan. Bu yerga bir nuqtaliq ma'no Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'niki bu maqomida namoz o'qishmi, ya'ni shundaqla qiblaga yuzlanishni shart qildigan o'rinlarniki biri. Ham shundaqla qiblaga yuzlanadigan muhim nuqtaliq o'rinlarniki biri. Shunga bu yerda qiblaga yuzlanish vujubi haqida to'xtalmoqchi. Bu 395 numaralı hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Humaydi hadis so'zlab bergan edi deydi. Humaydininki tarjimali o'tgan Abdullah ibn Zubayr nomi bilan mashhur. Bu mashhur xalifa bo'lgan Abdullah ibn Zubayr emas. Bu keyingi muhaddis Abdullah ibn Zubayr. Bu Quraysh qabilasidan. Bu kishi dedi, bu İmam Buxorining ustozi. Bu kishi deydi, bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Sufyan bo'lsa Sufyan ibn Uyayna. Bu kishiniki tarjimalim o'tgan. Bu kishi deydi, bizga Amr ibn Dinar hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu odamning tarjimalimi boshda o'tgan mashhur buyuklarniki biri edi. Bu odam deydi, biz Abdullah ibn Ömer'den so'rgan. Demak bu odam tabiin ekanda. Abdullah ibn Ömer'den so'rgan edik deydi. Bir odamning shu ömür qilgan vaqtida ömür qilib ömürde Beytullohni tavof qilibdi, lekin Safa Marvaning orasini yurmagan ahvolasida ayol bilan bir yerda bosib bo'lamdi degandikan Abdullah ibn Ömer bundoq debdi. Abdullah ibn Ömer ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki izlariga pek ahamiyat beradigan, Rasulullohda o'qigan joyida mishal Rasululloh namoz o'qigan degan bu shu joyning o'zini tepib namoz o'qiydigan, Rasulullohning kiygan, yegan narsasini o'xshash qilishga tirishadigan buyuk ching mustahkam sahobalarning birida bu kishi. Derhal ma savolga bu odam o'zining ra'yi bo'yicha javob bermasdan hadis orqali, dalil orqali javob beryapti. Bu kishi deydi, Janob Rasululloh Kabe'ga, ya'ni kelgan vaqtida Beytullohni 7 qatim tavof qildi. Maqom İbrahimning orqasida 2 rakat namoz o'qidi. Safa Marvaning orasida yurdi shu joy oraliqda. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlar uchun eng yaxshi ulgudir dedi. Demak, bu yerda bo'ladi bo'lmaydi emasdilar, Rasulullohning qilgan ish iz orqaliqlam a kishiga javob beryapti. Hamda 396 numaralı hadisda Ma'yan bir ravi bayon qilyapti-da. U bosmi Jabir ibn Abdullah. Bu tabiinlar Abdullah ibn Ömer'den so'rabdi va shunaqla Jabir ibn Abdullahdan so'rgan edik deydi. Jabir ibn Abdullah nayt büyük sahabe. Hazrat qabilasiniki eng mashhurlarniki biri. Bu kishiniki nayt nurg'un hadislari tarixda iz qoldirib ketgan ilmiy jihatga nayt nurg'un izlar bor odam bu.
Çünkü Sahih Müslim'in özünden 447 tane hadisi var. Bukhari'de 301 tane. Nesai'de 284 tane. Ebu Davud'da 247 tane. Tirmizi'de 187 tane hadisi var. Muvatta İmam Malik'te 16 tane hadisi var. Bu İslam tarixida ilmi jihatda eng zo'r ta'sir ko'rsatgan, iz qoldirgan buyuk ansarlarniki biri sanaladi. Hazrajlarniki buyuki. Hozirgi shu Xandak masjidimiz shu Ahzab urushi bo'lgan joy. Shu joyda bu kishiniki jamoat shu yerda yashagan. O'ylirmi hozirgacha izlari o'zib ketib qoldirilgan masjid subtida. Buyuk sahobalarniki biri. Bu odam shunday javob beribdi. Safa Marvini tavof qilmay turib, ya'ni Safa Marv orasini yurmay turib, ayolga yiqilishga bo'lmaydi. Yiqilishmasin deb shunday deb javob bergan. Yuqorqi hadislarda asosan bu yerda bizga nuqtaliq mazmun qibla yuzlanish maqomi Ibrohimda tug'an vaqtida, ya'ni qiblaga yuzlanishniki, Ka'baga qarashniki muhimligi eskartilayotgan bir mazmun bu. Endi 397-numurluq hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi. Imom Buxoriyning buyuk ustozlaridan biri tarjimali boshda o'tgan Musaddad ibn Musarhad nomi bilan mashhur. Bu kishi deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deydi. Yahya qattan nomi bilan mashhur bosh tarjimali o'tgan Sayf degan kishidan bayon qilgan bu odam. Bu Sayf ibn Sulaymon. Bu kishining tarjimali boshda o'tmagan. Bu kishi deydi men Mujohiddan angladim deydi. Mujohid deydi Abdullah ibn Ömer'ning qishiga bir odam keltirilganda. O odamga deyilibdi. Bu yerda hamda Sayf ibn Sulaymon degan kim o desak, Sayf ibn Sulaymon al-Makhzumi nomi bilan mashhur. Bu kishi mana ishonchlik hadislari rostchil, o'zini ko'p hadislarni yodlagan, mazmut, chatoq yo'q, kerak yo'q. Amaliyotda ko'p hadis bilmaydi, ammo yodlagan hadislar mazmut deb hadis ulamolar orasida ishonchlik degan nomga erishgan buyuklarning biri. Hatto bir qism ulamolar bu kishiniki ishonchlik, rostchil ekanligiga ijmo qilgan deydi. Bütün ayni vaqtdagi hadis ulamolari. Lekin bir qism kishilar tarafidan taqdirchilik bilan ayiblangan. 150-yillar atrofida, yoki 55-yillar atrofida hijriyaniki Makkada o'lib ketganligi xotirlangan. Ammo tug'an joyi ko'pincha bu odamniki Basrda tug'anlik bayon qilingan. Endi bu kishiniki qanchalik hadislari bor deganda Sahih Buxoriyda 6 tane hadisi var. Sahih Müslim'de 4 tane hadisi var. Nesai'de 2, Ebu Davud'da 1 hadisi var. Bu kişinin kimin ayeti köp ustazdır boğan. Cümleden Mücahid ibn Habir, Qays ibn Sa'id o'xshash. Bayatdan başta o'tdi Mücahid'ga ustazimiz bilan. Bu kişinin hadisi köp hadis rivayet qilgan kishilar Yahya ibn Sa'id, Fazl ibn Dukayn qatorliq muhaddislar hadis rivayet qilganligi bayon qilgan. Hamda Abdullah ibn Ömer'ning qishiga bir xabarchi kelibdi-da, majhul buni aniq emas bu yerda. Bir xabarchi xabar kelibdi-da shu vaqtda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush Ka'baga kirib ketdi degan ekan. Abdullah ibn Ömer dedi men darhol keldim dedi Rasulullohning huzuriga. Payg'ambar sollallohu shu vaqtda chiqib o'tib ekan, Ka'badan chiqib o'tib ekan. Men Bilalning ikkining orasida tug'anligini uchratdim dedi. Derhal Bilal'dan sordum dedi. Peygamberimiz Kâbe'nin içi namaz okudu mu deb sordum dedi. Bilal cevap verip, bu sol taraftaki iki türeknin arsıda iki rekat namaz okudu. Sen kirge vaktinde bu sol taraftaki iki türeknin arsıda iki rekat namaz okudu. Andın çıketti. Kâbe'nin oldu tarafı qarab ishkirga namoz o'qidi. Ka'baning old taraf deganda ikki taraf, Ka'baning darvozasi tarafga qarab, ya'ni ishkirga namoz o'qidi deb shunday degan. Bu yerda hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mush qilgan ish izlariga Hazrat Umarning Abdullah ibn Umarning oyati bekliqi, samimiylik bilan muomala qilganlik chiqib turdi. Qilayotgan ishlarini tashlab, darhol Rasululloh nima ish qilyapti? Qanday qaysi şekilde namoz o'qiyapti? Qaysi ibodatni bu yerda o'rindayapti deb har bir iziga inchkilik bilan astoydillik bilan muomala qilayotganligi bilan chiqib turadi-da.
Bu hadisni yani bizniki aldığan ma'lumotimiz yanıla Kabe'ninki o'ziga qarash matlub, vojib masalan. Hatto Kabe'ning ichida namoz o'qisimi buningda durustligi bo'lganligi bilinib turadi. Bu yerda o'qilayotgan namoz yani nafl namoz, sunnat namozlar, farz namozlar emas yani. Endi 397 numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi. Imom Buxoriyning buyuk ustozlaridan biridir. Tarjimali boshda o'tgan Musaddad ibn Musarhad. Endi 398 numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ishaq ibn Nasr hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot bizga Abdurzoq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdurzoq bizga bu hadisni Ibn Jurayj Atodin Ato ibn Abi Rabaha din bayon qilgan. Bu odam deydi, men Abdulloh ibn Abbosning mundoq deganligini anglagan edim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Baytullohga kirgan vaqtida Baytullohning hamma taraflarida duo qildi deydi ichida. Namoz o'qimagan, hatto shu Baytullohdan chiqatkichilik namoz o'qib boqmagan debdi. Chiqatgan vaqtida hamda Kabening oldida o'zilib turib, mana shu qibla deb Kabening oldida shirkat namoz o'qigan edi deb shunday degan. Endi yuqorqi hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Kabening ichida namoz o'qiganligini ta'kidlayapti. Lekin bu hadisda bu namoz o'qib boqmagan deydi. Bu hadis qarta ulamolar nurg'un xilma-xil ko'z qarashlarda bo'lgan. Chunki Abdulloh ibn Abbos bu hadisni o'ziniki enisi Fazldan bayon qilgan. Fazli bo'lsa Usama degan bir kishi bilan birga davomli birga yuradigan bo'lib, Usama degan kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Kabe kirganlik paytida hamrohlab kirgan. Shu Usama bu hadisni Fazli deb bergan bo'lishi mumkin yoki Abdulloh ibn Abbos deb bergan bo'lishi mumkin. Birinchidan ilbitqa vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki qildi degan musbatlik avolini birinchi o'rin qo'ygan. Muhaddislar hadis ilmi nuqtasidan bir nafi bilan bir bo'lishlik bilan bo'lishsiz bir yakalgan vaqtida bo'lishlik holatni avvalan birinchi qatimda shuni afzaliyat hukmida bo'lishlik tarafni chang tutgan. Birinchi nuqtadan. İkinci ilbitqa vaqtida Usama Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga namoz o'qiyotganligini ko'mgan bo'lishi mumkin. Chunki hammalar Kabening ichiga kirib duo bilan mashg'ullab ketgan. Usama payg'ambarimizning duo qilayotganligini ko'rgan. Shuning bilan Usama mo Kabening bulonda turib duo bilan bo'lib ketgan. Rasulullohning va'dasida bir yengil namoz o'qigandek bunday holatlarni ko'mgan bo'lishi mumkin. O'zi duo bilan mashg'ul bo'lib ketib deb shundoq degan. Bir qism ulamolar yo'q Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam balkim ikki qatim kirgan bo'lishi mumkin. Bir qatim kirganda namoz o'qib, yana bir qatim kirganda o'qimagan bo'lishi mumkin. Namoz o'qiganni ko'rganlik nuqtasini bayon qilgan, ko'rmagan tarafini bayon qilgan bo'lishi mumkin deb shundoq degan. Qog'ida vallohu a'lam va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.